APF ingibitorlar kaptopril, ramipril, enalapril. Har doim oxirida pril qo'shimchasi bor. Angiotenzin 1 dan angiotenzin 2 hosil bo'lishini bloklaydi. Ya'ni qon bosimi pasayadi, aldosteron sekretsiyasi pasayadi, natijada natriy va suvni ushlab qolishi ham pasayadi. Yurak yuklamasi pasayadi, infarkt va insult xavfi kamayadi. Umumiy holatda qon bosimini tushiradi. Beta blokatorlar metoprolol, atenolol, bisoprolol har doim oxiri olol bilan tugaydi. Beta 1 retseptorlarni bloklaydi. Natijada yurak urish pasayadi, qon bosimi pasayadi, yurak qisqarish kuchi kamayadi va renin ajralish kamayadi. Angiotenzin 2 retseptor antagonistlari kandisartan, lozartan, valsartan har doim oxiri sartan bilan tugaydi. Angiotenzin 2 ni AT1 retseptorlarga ta'sirini bloklaydi. Ya'ni bu xuddi APF ingibitorlarni ta'siriga o'xshagan ta'sir paydo bo'ladi. Ya'ni angiotenzin 1 dan angiotenzin 2 hosil bo'lish kerak edi. Angiotenzin 2 AT1 retseptorlarga ta'sir qilish kerak edi. Birinchi qismini APF ingibitorlar bloklasa, ikkinchi qismini sartanlar bloklaydi. Shuning uchun ta'sir mexanizmi juda ham o'xshaydi. Faqatgina APF ingibitorlar ba'zida quruq yo'tal chaqiradigan holat kuzatilsa, bularda quruq yo'tal kuzatilmaydi. Kalsiy kanal antagonistlari amlodipin, nifedipin, verapamil. Oxirida har doim dipin yoki pamil bilan tugaydi. L tipdagi kalsiy kanallarni bloklaydi va natijada hujayra ichiga kalsiy kirishini kamaytiradi. Qon bosimi pasayadi, yurak ishi kamayadi, mushak tarangligi kamayadi, ya'ni yurak va qon tomirlaridagi mushak tarangligini kamaytiradi. Kommentlarda atorvastatin va shu guruhga kiradigan dori vositalarida misollar keltiring. Qaysi guruhga kiradi, qanaqa ta'sir mexanizmiga ega va qanaqa ta'siri bor?